Toshkentda eng qimmat ochki olish nech pulga tushadi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz, aniq sizni hayron qoldiradi. Birinchi bo'lib, eng arzon do'konlardan boshlaymiz. 50 ming, 60 ming, 70 ming so'mga ham ochkilar bor ekan. Lekin bu menga juda ham arzonlik qiladi. Keyin Toshkent City Mallga bordim. U yoqda ham 2-3 millionlik ochkilar bor ekan. Bu ham menga juda ham arzonlik qildi. Xullas, Toshkentdagi qimmat ochki zakaz qilish uchun Instagramdagi Ray-Ban Meta Uz brendiga buyurtma berdim. Bu Toshkentdagi eng qimmat smart ochkilar olib kelinadigan brend. Men zakaz qilgan Ray-Ban Meta ochkisining ichida kamerasi bor. Telefonni ochmasdan suratga, videoga olsangiz bo'ladi. Bevosita Instagram bilan Facebookda jonli efir ham qilsangiz bo'ladi. Xullas, qo'lingizni ishlatmasdan turib telefonlarga javob berishingiz mumkin. Qisqasi, bu hozir zamonaviy 21-asrda eng zo'r va eng qimmat ochkilardan biri bo'ladi. Aytgancha, foydali videolarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xullas, Toshkentda eng qimmat ochki olish nech pulga tushishini ko'rishingiz mumkin.